Dostlar, buna edebiyat yılı kilip de etti. Hem bütün Öfü halkı yeni hızlanıp kitap okuy başlanı. Bigirek de okuvçular. Allah'a şükür okuvçular bizden kitap okuy başlanı. Siz bilesiniz mi kim uzun Balasak eserini yazgan? Ama televizyonga düşürürler mi o? İyi. Bu üstünden kurutular mı? İyi kurutular. Men salamımda aytib ketam. Baybaqrayn yaşasa, asayıma, atayıma, Aygizga, Ildarga, İlgizga, Rüstemga, Ruslanga, İlsurga. Siz bilesiniz mi kim uzun Balasak eserini yazgan? Albatta bilam. Har o'zin hurmat etgan kishi uni bilirga tegish. Uzun Balasak eserin Majid G'afuri yozgan. Siz nechta o'ylaysizlar? Majid G'afuri o'zining uzun Balasak eserin qachon yazgan? Nima alib borasiz malla ol? Majid G'afuri uzun Balasak eserini yazmagan u? Kim yazgan? Maksim Gorkiy. Siz bilesiniz mi bu heykel kimniki? Bu bizning prezident Rustam Zakiyevich yosh chog'ida. Siz nechta o'ylaysiz? Haviya davlatchina Irg'iz romanini nechanchi yilda yozgan? Shuni bilmaysizmi? Shuni bilmayman. Aminaga, Daniyarga, Ro'shanga. Dostlar, biz haliga Chernikovka bittahında bunda edebiyat yılın bik de yılı etip kabul ettiler. Hem aydagiz ishonmasangiz o'zlaridan so'raylik. Siz edebiyat yılın nesi qarshi oldingiz? Edebiyat yılı başlangıç men bekne quvondim. Xalq iflirak, adablirak bo'la boshlandi, itoatlirak. Mana sizning eng yaratgan kitabingiz nendey? Qamma sog'lamag'iz hali. Shundan eng yaratgan kitabingiz nendey tegiz? Mening eng yaratgan kitabim Mustafa Karimning istagan asari. Siz menga uni berib tura olasizmi? Yo'q, men uni o'qib bitmadim hali. Men berib tura olaman o kitobni, ha? Rahmat. Baxtli bo'l. Siz bilasizmi bu heykel kimniki? Albatta bilam. Bu Maksim Gorkiy. Siz qaydan bildingiz? U Vayna Emir shigirini yozgan. Ural Batır episini to'lahansa yatlab ko'rsatali. Shuni bilmayman. Kitali bilan. Siz bilasizmi bu heykel kimniki? Otay, men topdim meni. Fawziyaga, Gulfiyaga, Vladimir Vladimirovichga. Bitdim. Sizlar nendey xarob bo'lgan hali? Siz bilasizmi kim uzun Balasak eserini yazgan? Bilmayman.